Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Abu Saxiy avtovokzaldan endilikda yangilik sizlar uchun Primoy, Krasnodar, Volgograd, Saratov, Rostov-na-Donga ketayotgan avtobuslarimiz qo'yildi уже. Mana ichki sharoitlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Konditsioner, Wi-Fi, hamma sharoiti bor. 5 kilo, 10 kilolik, 15 kilolik ryukzakligilar bo'lsa ham qo'yib olib, sidinalar yumshoq o'tirib olib, mana yotib olib ketishingiz mumkin. Mana bemalol yumshoqqina, hech qanaqa muammo yo'q. Mana yuring, ichki bayonlardan ko'rsatayım. Monitor, televizor, hamma sharoiti bor. Televizorlarni ham ko'rsatayım. Zerikkanda qanday manzillarga yetib olganinglarni bilmaysizlar, televizorlar ko'rib olib, oilaviy ketadiganlarga 4 kishi, 5 kishilik bo'lsa orqa versiyalarimiz bor. Mana 5 kishilik. Kimdagi shoshli avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlab qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Hozir tashqi holatini ham ko'rsatamiz sizlarga. Avtobusda chopir akalarimiz mana ish qilishyapti. Har bir chopir akalar ham har borib kelganda har reysda o'sha yoq-buyog'ini ko'rishadi. Tashqi holati ham zo'r. Ko'rishinglar mumkin. Sonka qo'ygani sharoitlari ham hamma yo'g'i bor. Akalar kimdagi shunday shoshli nomerlar ketmoqchi bo'lsa, shoshli nomerlarga telefon qilib joy bilan ko'rasiz.